Assalomu alaykum azizlar. Çarşı bozoridamiz. Hozir bular narx bilan tanishamiz. Baturgullar qancha ekan? 20 ming so'm, 10 ming so'm, 15 ming so'm. Optim. Optimga qancha bular? Optimga? Optimga. Narxi yo'q, sizlar olasiz. Biz boshqa narx olib kelamiz, alador. Ha. Siz aytavering, men videoga olyapman-da. Kanalga qo'ysak sizlarga yaxshi. Yashikka ham olib ketmayaptimi siz Optimga? Yashikka narxilar 8,5 mingdan. Bular 8,5 mingdan ekan. Bu chekadagilar. Aha. Bular 15 ming so'm, ha? Bular 15 ming so'm. Bular yashikka 20 ming, ha? Bular. Videoga olyapman-da, ana qo'ysak sizlarga ham yaxshi-ku reklama keladi. Ha. Yo, siz olmayman, ha? Yo, siz olmayman. Bu kamelalar qancha bo'lyapti? 220 ming Optim narxi. Kamelalar 220 ming Optim narxi. Ancha gatenziyalar. Gatenziyalar shunday chiroylilar ketdi. Mana. Bu gatenziyalar qanchadan ekan? Xola? Sizdanmi? Yo'qdanmi? Sizdanmi aka bular? Yo'q, ana ko'ryapti. Gatenziyalar nech puldan ekan? Yallanskiy bular? 350 ming. Bular ikkitasi. 450 minggacha ekan gatenziyalar. Qaysilar 450 ming? Qattiqcha Xitoymi bular? Bular. Bular. Kichkinalar. Bularda bo'y o'smaydi, past. Bo'y o'sadi. Xonada ham boqib ko'rsa bo'ladimi buni? Qishda sovurmaydimi buni? Ha. Qishda suv yopilar ekan. 1-2 yil qilsa yo'q bo'ladi. Adashim samlama Fiat. 150 ming variantimiz bor, 1 litrli variant. Kartoshka gullar. Bu kartoshka gullar qancha ekan? Kartoshka bu nom nima buni? Kartoshka 30 mingdan boshlanadi. 30 mingdan. Yejikani ham 30 yo'qotadi. mingdan boshlanadi Qo'yinadi, ekan. balki kelgan narsa yo'qotadi. Keyin 100 gramm olib bor deyapti. 30 mingdan edi. Bu yoqda bir-biridan ajoyib chiroyli gullar. Bu lavandalar qancha ekan? Siz ham? 150 ming. Qancha? 150 ming. Mana fransuz kim? Shuni? Lavandalar 150 ming. Xrizantemalar. Bu xrizantemalar qancha ekan? 30 mingdan bo'ladi. 30 ming. Optim narxi qancha bo'ladi? Optim narxi 30 mingdan, mana o'zi 35 ming. Mana u juda ham katta gulli ekan. Bir-biridan ajoyib xrizantemalar. Necha puldan donasi? Bu qancha ekan mana shu? Ha? 30 ming. Optim narxi qancha buni? 30 ming. 35 sotadi. Nomi nima dedingiz buni? Gerbilla. Bo'yi qanday Gerbilla. bo'ladi buni? 30 ming so'm. Maniga shoxlaydi hali ko'chadi-ku. Kuzgachami? Kuzgacha. Nelar bo'lsa ko'p yeydi. Tinmay gullayveradi. Gardeniyalar. Nima deydi oralida? Chiqquncha Bargi maydasi ekan. Bu gardeniyalar qanchadan ekan? 150 ming. 150 ming. 150 ming. Gardeniyalar. Xlorofitumlar. Bu xlorofitumlar qancha ekan? 5 ming so'm. Ya videoga olyapman aka. Qo'ygan. Yashikka 5 ming so'm bular. Yashik Optim narxida, Optim narxida bulardan. Optim narxi 5 ming so'm. Siz xrizantemalar, ha? Anaqa videoga olyapman-da. Yo'q, qo'yaman. Bu xrizantemalar qancha ekan? 22 dan, ha? Bular turli tuman hammasidan bor. Bu ramashkalar qancha ekan? Bo'y past. Bir-biridan go'zal ramashkalar. Optim narxi yashikka hisoblanadi bular 18 ming. 18 ming mana. Gipostorium.
Aka bu gipostoriumlar qancha ekan? 15 ming. Donaga 15 ming bular. Bularga. Mana piyonlar qancha ekan? 40 ming. Bular 40 ming mana ular. Piyon mana 40 ming. Kattalar qancha ekan? Bular 250 ming. 250 ming. Bu kattalari 250 mingdan. Kichkinachalar qanchadan bular? 40 ming. 40 ming a? Bular. 40 ming. Atirgullar. Bu atirgulning mini sort qancha ekan aka? 18 mingdan. 18 ming yoshga 18 ming. Juda chiroylisi, mashalloh, pushti rangi, juda go'zal ochilibdi. Telefonda qizish ko'rinyapti, lekin bular pushti. Bular qancha ekan aka bular? 25 ming. Optim narxi qancha buni aka? Optim. Optim 24 ming beramiz. 24 ming a? Optimga 24 ming. Ilohim sesi yo'q bor. Odamlar ko'rmayapti. Optim 24 ming. Stampi atirgullar. Juda chiroyli. Subhanalloh. Mana qanday chiroyli. Qanday chiroyli ochilgan. Bu atirgullar qanchadan ekan? 230 ming a? Donaga. Donasi 230 mingdan ekan bular. Shtampi atirgullar. Bu begoniyalar qancha ekan? 35 ming. Tuvakda 35 ming. Bular nechi pul ekan? 35 ming. Bu bilan chiroyli ekan. Yosh gullar. Gullar. Azamilar. Bu negasi kim aka? Gardeniyalar. Sifat ayol baxti deydi. Yo'g'on. Egasi bo'lganda narxini aytadi. Bular qanaqa gul ekan bular? Hali indamasan. 60 ming aka. 60 ming. Nima degan nomi nima ekan buni? Nomi nima edi? Nomi nima edi? Nomi nima ekan? Yaxshi tushunmadim. Lekin rosa chiroyli ekan. Mana guli qanday? Juda chiroyli gul ekan. Har xildan bor ekan. Qarsam, ma, oshib. Geranlar. Ola geranlar qanchadan ekan bular? 12 mingdan. Bana Galanski sortmasa bular? Galanski. Boy pastak. Galanski boy pastak sort ekan 12 mingdan. Yana turgullar. Ramashkalar narxini aytdim. Yog'ini. Shunday oldi. Bu glitsina qancha ekan bu aka? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q aka. Bu shamshotmi? Bu nima ekan bu? Bu nima gul ekan mana? Barbinok. Bu gulning nomi Barbinok ekan. Bu gullaydimi? Yo, barg uchunmi? Hozircha shular. Mana. Hammasi bir xil. Narxlari. Gullar hammasi bir-biriga o'xshash narxlarini aytdim.
Aytaman, uyga jo'natsan. Uyga jo'natsan. Buni egasi yo'q ekan. Egasi qo'yganda buni ham narxini aytardi.